O'zbekistonda hech qanaqa muammo bo'lmagan-a sizda? Yo'q. Nima uchunki orada bir Checheniyaga ketdingiz va o'sha yerda jang qilishni boshladingiz. Предложение kelgandan Chechenistondan kelgan biz bunaqa Chechnya uchun urushgan. Shu paytda keyin kontrakt qilgan ular bilan. Lekin O'zbekistonda aloqalar zo'r edi o'sha paytda. Hech qanaqa muammo yo'q edi sizda. Yo'q. Просто taklif hisobida borgansiz. Kadirov o'zi nima qilganda, ular shu paytda как раз Ahmad klubda ochishganda men u klubga как nima bo'lganmanda, как tajribali, как правильно сказать, не знаю, boksyor bo'lganmanda. И потом ular o'z nima bo'lardi, nima qilishgan, programmalar qilishgan. Nimalar qilganmanda, mukammal o'tdi. Ya'ni regularniy nima jahon chempionatida WBA Ahmad nima bo'yicha. 5-raunddagi 5-raundda siz seriyalar qila boshladingiz va Valovda o'sha yaqin distansiyalarga kirishni boshladingiz. Потому что Valov nimasi bilan ko'proq yutardi? Kattaligi bilan, masalan, juda katta-da, ularga 150 kilo, 215 bo'yi odam bilan ursa, o'sha boshidan uning bilan urishadigan bo'lsangiz, yaqin kelib uning bilan urishadigan bo'lsangiz, yot bo'ladi sopernigiga. Men shu paytda 3 kilo bo'lganman-da, 102 kiloni anaqa bo'lganman. Masalan, 150 kiloni bir 6 raund ustida anaqa osilib nima yursangiz, 6 raunddan keyin qo'lasiz, chesiz, xuddi o'zi nima qiling, yukni ustingizga qo'ying, 3 minut 6 raundlarda yuravering. Charchaysizmi? Xuddi shunaqada, endi u ham taktikada nima boksda bo'ladi. Men bilganman, shu yaqin kelsa, u meni o'sha yerda yotib qoladi ustimga. Yotib qoladi, udar urmasa ham, prosta yotsam, men uni olib yurish qiynalib qolaman deb charchayman. Ikkinchi nimada poyina jangda уже nima bo'lganda, уже imkoniyat bor. Imkoniyat, конечно.